Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan qarilik haqida gaplashamiz. Allohim hammamizga qarilgashdan surish nasib qilsin. Lekin biz qariganimizda bizda qanaqadir o'zgarishlar bo'lishi mumkinmi? Masalan, 65-75 yoshdan keyin qanaqa kasalliklarga chalinish ehtimolimiz yuqori? Shu haqida gaplashamiz. Men sizga bir qancha statistik ma'lumotlarni aytib o'tishim mumkin. Bu statistik ma'lumotlarni siz o'zingiz ham internetda bemalol topishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Ba'zan bu statistika ma'lumotlari odamni qo'rquvga ham solib qo'yishi mumkin, lekin bu bor haqiqat. Mana masalan, 100 yil oldin erkaklarning spermogrammasi topshirilganda 1 ml sperma tarkibida 101 millionta spermatozoid bo'lgan bo'lsa va bu normal holat deb hisoblangan bo'lsa, oradan 100 yil o'tib bu ko'rsatkich 40 million, 49 milliontaga tushib qolyapti. Bu nima sababdan shunaqa bo'layotgani haqida olimlar hozircha bosh qotiryaptilar. Bundan tashqari, odam yoshi 60-70 yoshdan o'ta boshlagandan keyin onkologik kasalliklarga uchrash chastotasi oshib ketyapti. Mana masalan, Rossiya Federatsiyasida 100 ming aholi ichida 400 kishi onkologik kasallikdan kasallanyapti. Bu juda yomon ko'rsatkich. Yoshi 75 yoshdan o'tgan odamlarning 23.8% yoki har 100 tasidan 24 tasi yoki har 10 tadan 4 tasi onkologik kasalliklarga chalinyapti. Bu yuqoridagi aytayotgan ko'rsatkichlar biz albatta shu kasalliklarga chalinamiz degani emas. Agar ikkita jo'ra bir xil markadagi mashinani sotib olsa va ikkalasi 1 yil, 10 yil minadigan bo'lsa, ikkalasining mashinasining holati ikki xil bo'lishi mumkin. Bu sen qanday minganiga bog'liq. Xuddi shu paytda qanday o'ylash mumkin? Masalan, sen o'zingning organizmingni qanaqa qilib ehtiyotlading, qanaqa qilib avaylading yoki qanaqa qilib kasalliklarga chalinishga majbur qilding. Bu holat bizni 65-75 yoshdan oshganimizdan keyin, o'zini so'zini aytgandan keyin bizni balkim afsuslantirishi mumkin, balkim quvontirishi mumkin. Biz bugun mana shu kasalliklarga uchramaslik uchun qanaqa qoidalarga rioya qilishimiz kerak va bu kasalliklar haqida qisqacha ma'lumot berib, ularni tahlil qilishga harakat qilamiz. Bu sabablarning eng avvalgisi bu inson yoshining oshishi. Ya'ni yashovchanlik oshyapti. Avvallari masalan o'rtacha yashash yoshi 65-70 yosh bo'lgan bo'lsa, hozir undan yuqori bo'lyapti. Odamning qarishi odamdagi immun tizimini, aynan rak hujayralari bilan kurashuvchi tizimining ham qarishiga olib kelishi mumkin. Har bir kishida har doim rak hujayralari hosil bo'lib turadi va immun tizimi orqali o'sha rak hujayralari yo'q qilinib turiladi. Agar inson qariydigan bo'lsa, o'sha tizim ham qariydi va buning oqibatida rak bemalol inson organizmida ko'payishi, kattalashishi yoki shu odamning o'limiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Keyingi aytiladigan sabab, faktor bu semizlik. Inson semiz bo'ladigan bo'lsa, insulin rezistentlik inson organizmida ortib ketadi. Agar insulin rezistentlik ortib ketadigan bo'lsa, inson organizmida insulinsimon o'sish faktori ham oshadi. Buning oqibatida esa o'sha rak hosil bo'lish jarayonlari bir necha karra ortib ketishi mumkin. Shuning uchun ham solishtirib ko'rilganda o'sha semiz kishilarda rak hosil bo'lishi ko'proq uchrashi aniqlangan. Insulinsimon o'sish faktori ko'payganda yo'g'onchakda, prostata bezida, siydik qopida, endometriyada, shu jumladan buyraklarda onkologik kasalliklar uchrash sonini oshirib yuboradi. Keyingi holatimiz bu chekish. Chekishga to'xtaladigan bo'lsak, bu juda ko'plab o'z maqolalarda o'z ilmiy isbotini topgan holat bo'lib, chekish bu albatta onkologik kasalligini chaqirishi aniqlangan. Bu hech kimga sir emas. Chekish oqibatida faqat o'pka raki emas yoki nafas yo'llari raki emas, butun tanada boshqa joylarda ham rak kelib chiqishi mumkin. O'sha tamaki tutuni yaxshi o'rganilganda, shu o'pkaga zarar yetkazuvchi kimyo moddalari maksimal olib tashlanishga harakat qilingan. Lekin aromatik aminlar
tarkibi o'sha holatda turibdi. Aromatik aminlar hech qachon o'pka chiqib ketmaydi. Organizmdan chiqarib yuborilishi bu ovqat hazm qilish sistemasi va siydik sistemasi orqali. Shu sababdan ham tamaki chekkanlarda o'sha siydik qopi raki yoki yo'g'onchak raklarining uchrash chastotasi juda yuqori. Shu o'rinda yana bir qiziq faktni aytib o'tmoqchiman. Inson agar chekadigan bo'lsa va kam suv ichadigan bo'lsa, rakka uchrash ehtimoli 3 barobar yuqori. Agar chekadigan bo'lsa va ko'p suv ichadigan bo'lsa, rak uchrash ehtimoli nisbatan kamroq bo'ladi. Uzoq vaqtlar chekib, keyin tashlab ketganda ham rakka uchrash ehtimoli yuqori. Mana masalan, uzoq vaqt chekkanlar va chekmaganlar o'rtasidagi rakka chalinish holatlari 3 ga 1 yoki o'sha rak chekkanlarda rak 3 marta ko'p uchraydi. Shuning uchun ham bizning tavsiyamiz chekishdan, semirishdan saqlanish kerak albatta. Keyingi holat haqida gaplashamiz. Gipodinamiya bu kam harakatlik. Olimlarning ta'kidlashicha, ko'p harakat qilgan inson kam harakat qiluvchi insonlarga nisbatan 15% kam ehtimolda onkologik kasalliklar bilan og'riydi. Shuning uchun ham bizning tavsiyamiz albatta harakatchan bo'ling. Doimiy jismoniy mashqlar bilan shug'ullansangiz nursiga aylanur. Keyingi holatlar bu stress bilan bog'liq holatlar, shovqin bilan bog'liq holatlar yoki gormonal o'zgarish bilan bog'liq holatlar. Doimiy shovqinning inson organizmiga salbiy ta'siri va doimiy shovqinda bo'lgan insonlarning rak kasaliga chalinish ehtimoli tinch joyda yashaganlarga nisbatan ko'proq ekanligi tasdiqlangan. Shuning uchun doimiy shovqindan qochishga harakat qilish kerak yoki ish joyini yoki yashash joyini uzoqlashtirish kerak. Doimiy stresslarda yuradigan insonlarda mana shu holat, ya'ni rakka uchrash holatlari ko'proq uchraydi. Gormonal o'zgarishlar haqida juda ko'plab gapirish mumkin. Bittasini aytib o'tamiz, bizning sohamizga yaqin bo'lgani uchun. Testosteronning kamligi ham gormonal o'zgarish va testosteronning kamayishi ham onkologik riskni yoki xavfni oshiradi. Sog'liqda e'tiborli bo'lish haqida juda ko'p eshitgansiz. Kimdir sizga qayta aytgan bo'lishi mumkin, sog'lig'ingni asra. Ayniqsa yoshi o'tganda, yosh kattalar yoshlarga maslahat berishi mumkin. Siz ko'p va ko'p eshitgansiz, ammo ko'pincha o'zingiz bilgandek harakat qilasiz va o'zingiz xohlaganday yashaysiz. Biz sizga hech qachon kasallikni ravo ko'rmaymiz, tilamaymiz. Ammo biz o'zimiz ko'rib yurgan hayotda biz uchratgan bemorlarda tajribadan kelib chiqib aytamizki, agar shu kasallik inson boshiga tushib qolganda juda tushkun kayfiyatga tushadi ular. Ko'pincha ular YouTube'dan har xil videolar ko'rib, o'sha vaziyatdan chiqish yo'llarini izlaydi va sog'lom turmush tarzini qanday kechirish haqida ko'plab videolar ko'ra boshlaydilar. Ba'zi paytlarda bu juda kech bo'lishi mumkin. Shu sababdan bizning tavsiyamiz hayotingizni, kuningizni rejalashtirganda albatta sog'liqqa atalgan qismi bo'lsin va sog'lig'ingizga bugundan boshlab befarq bo'lmang. Kelajakda qariganingizda albatta sizning organizmingiz sizga rahmat aytadi.